Assalomu alaykum do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Noyob otxonamizdan pastda bityapti, mana temirlari qo'yildi. Birinchi etaj past bitdi, mana ko'ryapsizlar, boshlar temirlari bo'ldi. Andijonlik usta akalarimiz zo'r qilib mana kelishtirib arzon narxda qilib beribdi-a? Xudo xolasa. Yaxshimiz? Tepada turibmiz. Lagalik qismi, noyob otxonamiz lagalik qismi, xudo xolasa bitta yana tom qismi yetyapmiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib, noyob qilib tomlarni. Shunaqa narsalar, mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, akamizga aloqa chiqarasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Bu otxonamiz bitishiga yana katta yordam beradigan tosh sement. Mana sementlari bor, mana sementlariga. Qo'ni tosh sement bo'ldi. Mana pastdan ko'rinishi do'stlar. Bilasizlarmi, hali qurilmasdan oldin bu maydon juda ham kichik edi. Hozir bu narsalar qurilgandan keyin juda ham katta bo'lib qolar ekan, maydon, ha? Kattalashi qanaqadi ko'zimizga. Xullas do'stlar, mana bitta arafasida. Endi bunda mana shu ikkinchi qavatiga nima qo'ysak bo'ladi do'stlar? Bunda kimda agar taxtachi akalarimiz bo'lsa, dispetcher akalarimiz bo'lsa, nima edi? Konteyner taxtasimi? Konteyner poli. Ha. Yoki Hozir endi tom qachon boshlanadi? xudo xolasa ertadan tomni konstruksiyasiga tushamiz, xudo xolasa. Bir hafta 10 kunda. Shunday. Men inshaalloh safarda bo'laman. Bu endi bu otxona bitgandan keyin kelaman aka. Xudo xolasa kelishingizga. Inshaalloh duo qilib. Noyob otxonangizni chiroyli qilib, go'zal qilib bitkizib qo'yamiz. Xullas do'stlar, men 2-3 kunda men safarga chiqib ketyapman. Kuzatib turinglar, qaysi davlatga deb o'ylaysizlar? Yozib ketinglar kommentga do'stlar. Topganga bitta istoriya bor. Let's go.